Aka-ukalarim, bugun jiddiylashamiz xudo xohlasa. Sifat darajasi o'ta kelib Bugun ancha yillar moq qilishga telefon qilasiz. Bugun olib 2 kundan keyin sotib, 1 yildan keyin sotadigan mollar emas xudo xohlasa. 5 oydan 8 oygacha mollar bor. Eng qizi qayerda mol desanglar, Qirg'iziston shvedlari. Hammasi xudo xohlasa mollar originallari. Pas mol yo'q albatta. Xudo xohlasa sifat darajasi o'ta kelib korpusli mollar. Olasiz. Siz savdogar akalar ham telefon qilib, foydani qilasiz aka-ukalarim. Xudo xohlasa sifatli joyga kelganmiz. Issiq Qirg'izistondan yaqinda tushdi. Mollar charchag'i bor. Ozgina charchag'ini chiqarib bozorga olib chiqing, Luboy bozorda foyda qiladigan. Bilasizlar, Qirg'iziston paroda mollar Luboy joyda har qanaqa bozorda o'zimizning mesni mollardan qimmat turadi. Aka aytayaptilar, o'zimizning mesni mollarni pulida beraman, kesin deyaptilar. Luboy xonasiga Luboy bozorga solishtirib olaversin, o'zimizning mesni mollarni pulida beraman, kesin qirg'iz mollarini deyaptilar. Berkasigacha, qonigacha tekshirtirib olasiz. Chista Qirg'iziston paroda birontasi O'zbekiston moli emas aka-ukalar. Hammasi qirg'iz paroda mollar. Sifat darajasi o'ta kelib mollarni originali. Orqa oshi butun, oyoq qo'li butun. Defekt bor mol yo'q. Uchimchak, nari berisi bor, yatishib qolgan, unaqa mollar yo'q, xudo xolisa. Hammasi sifatli. Aka-ukalarim 20 bosh, 10 boshi bitta, 10 boshi sig'magancha ekran ortida qoldi. Kelasizlar, ko'rasizlar. Akada mol seroq. 20 ta qirg'iz paroda mol bor. Ichidan xohlaganingizni tanlab olasiz. Xudo xolisa, mol cheklangan 20 bosh. Xudo xolisa, akam sotaman, ketaman, qaramayman ichcha-pichasiga deyaptilar. Kesin ishi bitadi deyaptilar. Molsiz jo'natmayman, uyimga kelgan odam molsiz jo'natmayman. Yoki yo'qsa bitta screenshot qilib jo'natsin deyaptilar. Ma'lumotini hammasini aytaman, tishini, yosh oyligini hamma yo'g'ini aytaman. Bitta telefon bilan Rossiyada aka-ukalarim uyingizga ham bora oladi. Ozgina zakat tashlab berasiz, tamom qolgan pulni yedirib, ichirib ko'rib o'sha uyingizga borgan shopirdan pulini ham berib olasiz. Otabek aka, mollarni xillab qo'yibsiz-ku aka. Ana sifat darajasi deb mollar qarang. Obunachilaringizga bir yaxshi mollardan qilaylik deb biz ham mana yil xizmatida yuribmiz. Rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan tinchmisiz? Yaxshi olib kelib oldingizmi? Charchamadingizmi yo'llarda? Xudoga shukr mana. Joningiz sog' bo'lsin aka. Toza mollarni yetkazib berishda biz ham mana shu harakat qilyapmiz-da. Mollarni originaldan yig'ib qo'yibsiz aka, ko'z tegmasin. Hammaga ham emas, mana bunaqa mollarni terib qo'yib, qirg'iz paroda mollarni olib kelib qo'yib, jaydari molni pulida berish. Xudo xohlasa, el yurtni xizmatda biz. Yengil oldikmi, yengil sotamiz. Akalarim, ukalarim, to'g'ri tushunasizlar. Qirg'iz paroda moldan 2 ta, 3 ta oladigan odam 2 million, 3 million foyda qiladi deydi. Akamiz 10 ta, 20 ta moldan 3 million, 4 million har bitta molga qo'ysa arzimagan pul qo'yadi, ko'p aylanadi, tezroq sotadi aka-ukalarim. To'g'ri tushunasizlar. Oftim joyga kelasizlar sizlar. Oftim joyga kelib molni xilini tanlab olasizlar. Ancha yillar mol bo'ladi, xudo xolisa. Hammasini berkasi bor, tamg'asi bor. Qonigacha tekshirtirib olasiz, qirg'iz mol. Endi boshladik aka, bir boshdan syomka mashtarafdan boshlayveramizmi, pul yengilroqdan? Endi Muhriddin, ko'p buni obunachilaringizga vaqtini ham olmaymiz. Qisqa vaqt qilamiz buni. Xo'p, buni endi hammasini bir xil narxda qo'yamiz, keyin yoqqanini keyin kelishib olaveramiz. Bularga bir 6 donasiga bir narx aytsam. Bo'ldi aka. Shunaqa qilaylik. Keyin kelishib olsak bo'laveradi. Bo'laveradi. Plus minusini. Obunachilaringiz mana telefon qilsin, plus minusini keyin kelishib olaveramiz. Kelishib olaveramiz. Aka, mana shu yerda mana 4 kurak, 6 kurak, 8 kurak mollar hammasi. Xo'p. Birinchisiga tug'ishi ham bor, ikkinchisiga tug'ishi ham bor, uchinchisiga tug'ishi ham bor. Mana shu yerdan 6 donasiga 28 milliondan pul aytaman. Xo'p. 28 milliondan 30 million ham demayman, 29 million ham demayman. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. 28 milliondan pul bersalar, mana 6 donasiga bir joyga oladigan odam bo'lsa, yana kelishtiraman, vodiy bo'ylab dastavka ham qilib beramiz. Akalarim, 6 donasi shu 28 million so'mdan. Akalarim, ukalarim 28 milliondan. Aka, misol uchun hammasini bir joyga tortdim, 6ovsini. Bitta Kobultimni sotdim, shu Kobultimni puliga hammasini qo'yib bir foydani qilaydi deydigan aka-ukalarimga chiroyli qilib addush o'tib berasizlar, 5 oni, 6 oni bir joyga tortaman deydigan odamga. Mana kelamazlar, kelsinlar, chiroyli qilib o'tib, xursand qilib jo'natamiz. Xursand qilib jo'natamiz, xudo xolasa. Akalarim, ukalarim, mana shu yergacha 6 ta, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, narigi chekkadagi bilan 6 ta. Qaysi biri sizga yoqsa bitta screenshot qilasiz, tishini och, bo'yini o'lchadeysizmi? Luboy xonasiga kelishaveradi. Batta 1.25 pastda mol yo'q, 1.35, 1.30 mana shunaqa mollar. Taxolatlari ham zo'r. Mollarning hammasi charchag'ida. Bu mollar charchag'i chiqib qolsa 100% o'zgaradi.
boshqacha turadi. Turuvlari ham boshqa bo'ladi. Mollar prosta charchaqda turibdi. To'g'ri tushunasizlar. Qonunlari to'q, yedi sizga sog'lomligi, qonunli bolasizga eng qizig'i o'zingiz qilib o'tirmaysiz. Qo'lingizni shuna tegizasiz, bo'ldi, bala kelib turibdi. Siz bilan so'rash turibdi-ku bala qornida. Realni o'ynab turganini bilinib turadigan hammasi aniq-aniq bo'g'oz mollar hammasi. Yoshida 2 kuragi ham bor deyaptilar. 4 kuragi bor, 6 kuragi bor, 8 kuragi ham bor ekan narigi taraflarda. Hozir ularning obzorini qilamiz. 28 milliondan xohlaganingizni tanlab oling. Aka, vodiy bo'lib dastavkasini qilib berasiz. 28 million kam bor. Akalar bir joyga olgan 2 ta 3 ta bir joyga odamga yengillatib yanada tushirib beriladi. Tushib beriladi. Akalarim ukalarni bir joyga olaman deydigan aka-ukalarimga yanada dastavkasiga ancha yengillik qilib beraman. Uyiga boradi, yedirib ichirib ko'rib pulini beradi deyaptilar. Qayerdan topasiz? Bozorga boring, mana shuni mana o'zimizdan bugun bozorni ham qo'ydim. Ko'ringlar, bozorni ham 35 million, 40 million, 45 million narx aytyapti. Ko'ringlar, ikkisidan ko'rdi, bugun 45 million narx aytyapti, 41 milliondan narx beryapti. Bo'lsa mana shunaqa mollar. Bo'sh oshib ketsa mana shunaqa mollar. Hozir ko'ramiz mana. Shunaqa mollar realni men qo'yganman, ko'rgan bo'lsanglar, 11larda video joyladim. Mana shu videoni bozor, Chus bozoriga kirib ko'rasizlar. Mana shu mollarni nech pul qo'ygan ko'rasizlar. Bozor nech pul qilyapti, savdosini ham ko'rsatib qo'yganman. Mana shu yerdan ko'rasizlar, farqlab olasiz aka-ukalarim. Qimmat bo'lyaptimi, arzon bo'lyaptimi? Lekin o'zimizni mollarga solishtirmaysizlar. O'zimizni jaydari molga solishtirmaysizlar. Keyin tushunadi mollar qirg'iz paroda mollar. 28 milliondan mana shu yerdan 6 bosh. Xohlang birdaniga oling. Xohlang ichidan tanlab oling. Mana bu yog'i bular. Hamma sifatni qarang. Joning sog' bo'lsa, moling bormi bor. Sifat darajasi o'ta kevorgan. Endi mana shu yerdan ketdi. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 4 bosh ekan. 10 bosh, ya'ni 20 bosh mollari bor. Ponni, ovshi, 10 boshi bu yerda, 10 boshi narigi tarafda turibdi. 10 boshiga boshqa video qilamiz yoki olsa video ortidan kelib sotilgani sotiladi, sotilmagan shu oftimga beriladi. Aka-ukalar. Ammo ulgurib qolasiz. Aka sotishlari kerak. Har qanaqa vaziyatga Xudo xohlasa. Mana buni qarang endi. Joning sog' bo'lsin. 9000 berkasi ham sifat darajasi zo'r. Hammasi original. Otabek aka, kuraklari nechtadan? 4 dona uniki. Buniki 8 dona, mana buniki 6 dona. Eng chekkadagini molni krasotasiniki. 8 ta, uni bitta no degan joyi bor. U endi yaqinda shu bir oydan o'tibdi, boqaga qo'yildi u. Endi qo'yildi boqaga bu. Qo'ygan ekan, boqar qilgan ekan. Bir oydan o'tgan, Xudo xohlasa. Bular mana bular 8 oylik, 7 oylikdan bular. Aka-ukalarim, bir oydan o'tgan. Xudo xohlasa gumoni bor. Bir dona mashina. 15-20 kundan keyin bir dona mashina ichida kelib qolgan ekan, to'g'ri gap gapiryaptilar. Buni ham misol uchun 2 oylik gumoni bor, nari berdimayaptilar. 1 oylik gumoni bor deyaptilar, to'g'ri gapirib sotyaptilar. Lekin mana bu mol ancha-muncha 40 millionlik molingizni ham bosib qo'yadi. Qolganlari qo'lga keladi bolasi. 7 oylik, 8 oylik o'rtadagi mol. O'rtadagi 8 oylik ekan, nargilari 7 oydan ekan aka-ukalar. Sifat darajasi Xudo xohlasa zo'r. Endi bu 135 keladi. 135 kelib qoladi, o'zi turishi ham aytib turibdi. Mana tonaga qarang. Belkani qarang. Mana bola sifat. Mana bola. Bularni narxini endi muhridan obunachilaringizga mana bir joyga olgan odamga 31 million so'mdan Kama xayri bor. Qilib beramiz. Jibcha xayrini qilib beramiz muhridan. 31 milliondan, ha? 31 milliondan xayrini qilib beramiz muhridan. Mollarni xulqiga ham gap yo'q. Mollar haqiqiy Qirg'iziston mollari. Aka-ukalarim, olib borasizlar, molni shoqidan yechib qo'yib yuborsanglar ham turaveradi, bu o'zi zakonda yurgan. Bittasi ham suzishmaydi. Mana shunaqa xulqqa ega bular. Tagidan yosh bulutib ketsa ham indamaydi. Luboy mollar ichida mana shu hammasini bitta qo'ra qilib tashlab qo'ying. Mana shu mollar hammasini bitta ashati to'sib turib zakon qilib qo'yib yuboring. Bittasi bir-biri bilan suzishmaydi. Mana shunaqa xulqqa ega bo'ladi bular. Mana qarang. Tuyoqlarni ham qarang, stakan tuyoq, haqiqiy tuyoq. Qarang bularni. Tuyoqlari ham stakan tuyoq. Mana qarang. Bular zotkada bular, mana shekadagi ayniqsa zotli moli bular. Xudo xohlasa ancha yillik mol bo'ladi aka, bitta mol qiladi, uyiga 4 ta 5 ta molni o'rnini bosadi. Xonadan tushib qolgan bolasi ham pul turadi. Bozorlarda bilyapsizlar-ku, urg'ochi bo'ladimi, erkak bo'ladimi, qornidan tushgan bolasi ham pul bo'lyapti. O'zimiz jaydari mollarning balasi bilan bu mollarning balasida ham farq bor, narxida ham farq bor, pulida ham farq bor. Aka 31 milliondan kami xayri bor, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa to'g'rovni. Yana 10 bosh bor, endi bu yerga sig'maganligi uchun qo'ymadik. Ha, bu yerga qo'ymadik, dala hovliga qo'ydik ularni. Kelib mana bemalol xohlaganlarini olib ketinaveradi. Hech quruq qaytarmaymiz uyga kelgan obunachilaringiz. Eshityapsizlar aka-ukalarim.
Telefon akalarim, qismlar- ukalarim, quruq qaytarmayman xudo xohlasa. Telefon qism bo'shashga sotiladi. 20 bosh molga ham aka-ukalarim hazilakam pulni zaynat qilib turmaydi. To'g'ri tushunasizlar. Kichkina pul emas u. Xudo olaga kalkulyatorda ham bitta tushsanglar, kichkina pul emas. Bular pulni bo'shatish kerak. Ya'ni yangisiga intilish kerak-da. Yangisiga intilish uchun nima qilish kerak? Yengil-yengil sotish kerak. Unaqa yo'q yoqda narxlarni qo'yib olib, atgan molni terib qo'yib, xillab qo'yib, sekin sovutib sotaman emas. Keladi, sotiladi bo'ldi. Savdogar akalar ham, dehqonlar ham kim telefon qilsa, ko'rsa, kelsin mana shu videoni ko'rsin, olinglar, maza qilinglar. Baraka topsin. Baraka bizda topsin. odam sizdan xursand bo'lsin. Ayniqsa akalarim Muhriddin. bozorga olib borib ham dalchi foyda qiladigan darajada beraman deyaptilar. Ko'ryapsizlar, mana hammasi Qirg'iziston parodi. Luboyni bergasini shu arqani bilan shu baraka topsin deb shu arqani bilan ham beramiz. arqani bilan ketadi. Arqani bilan kelsa uylarda mol to'lib ketsa obunachilaringizni. Ha, joningiz sog' bo'lsin aka, mana shunaqa gaplardan gapirib turing. Mana bu 28 milliondan qo'yilgan mollar ham 35 million, 36 millionlik mollarni shuni bosib qo'yadi, bemalol o'shalar bilan urushaveradi. Tenglashadi aka-ukalarim. 28 milliondan kam bor, 6 oylikdan 8 oylikgacha bo'lg'asi, xudo xohlasa. Qo'lga hammasi keladi. Ko'rasizlar, ustida ko'rib savdoni qilib olib ketaverasizlar. Shoshilasizlar. Endi biz mana shu yerda videoni yakun yasaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani umr rizqiga, kasbkoriga, olganga ham, sotganga ham Alloh xayrli va barakotli qilsin. Ana shu mollarni olganni uyiga bittasini olsangiz 10 tani barakasini bersin. Joninglar sog' bo'lsin aka-ukalarim. Hammalarini olgan odam obunachilaringiz uylarda mol bosib ketsin. Ash Qirg'iz paroda moldan 20 ta bo'lsa aka-ukalarim. Mana bu tarafga ham ovul solaman, xudo xolsa, mana shu tarafni ham to'ldiraman, ovulga mol sig'mayapti deb gapiring ilohim. Ha, mollar sifatli bitta terib qo'yasizlar aka-ukalarim. Hammanglarni yetkazsin mana shunaqa mollarga. Telefon qilinglar, Rossiyada bo'lasizlar, musofirda bo'lasam, qayerdan bo'lsangiz ham ishingni bitadi, xudo xolasa. Molni yedishtisiga aka, mana video davomida aytib qo'yapman-a, Otabek aka. 7 ishtisiga. Ha, yedishtisiga, tepmasiga, suzmasiga, orqasiga bachadoni chiqmasiga garantiyasi bor. Kafolat, xudo xolasa. Xudo xohlasa akalarim, ukalarim mana bir hafta yedishtisiga orqasi chiqmasiga. Bozordan oldingiz-u kelib turib orqasi chiqsa hayotda odamni topolmaysiz. Endi buni bu savdogar akalar ko'p mol olib yurgan akalar biladi. Bitta orqasi chiqadigan mol olib kelib qo'ysangiz, kamida 10 million, 15 millionga olib qochadi. 20 million molingiz bo'lsa ham 5-6 millionga ham so'ramaydi. Nimaga? U molni evlash qiyin-da. Sizlar kelasizlar, orqasi chiqdimi? Otabek, molingni orqasi chiqyapti, olib ket. Otabek, ha, yemayapti, olib ket, tamom. Yesa ichsa sizga qolaveradi. Tepsa ham, sussa ham akaga. Xudo xolasa bular hammasi tanijoni sog' mollar. Sinovingizdan xudo xolasa o'tdi, xudo xolasa yaxshimi aka? Yeb ichishlari zo'r ekanmi? Yeb ichishlari zo'r, unaqa arqa degan narsalar bularda yo'q. Xudo xohlasa. Xudo xolasa, olgan odam baraka topsin. Mana xudo xolasa nasib qolsa kelishib qolsak, mana biz shartda biz doim telefonda biz 24 soat telefonda biz obunachilaringiz uchun biz xizmatda biz, xalq xizmatida biz. 24 ga 7 aloqaga chiqarasiz, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Mana mollarni qo'ldan kelgancha ko'rsatdik, yana kammi ko'rsa bo'lsa, o'sha qaysi mol yoqsa yoki video qilib tashlaylar yoki bitta telefon bilan uyingizga boraveradi. Joninglar sog' bo'lsin.